alaykum, hurmatli hamkorlar, tinchlik oilamiz. Men Alisher Sanoatman, Oqqo'rg'ondan. Yoshim 56 yoshda, 6 ta farzandim bor, oilaliman, xo'jayinim bor. Xo'jayinim bilan birgalikda hozirgi paytda tinchlik kompaniyasida ishlayapmiz. Men bu kompaniyaga sog'lig'im tufayli kelib qolganman. 2007-yilda dekabr oyida ko'kragimda bez borligini bilib qoldim. Men keyin onkologiyaga yotib, ko'kragimdagi bezni oldirdim. Lekin ko'kragimdagi bezni oldi onkologiyada. Qolgan muammolarim hammasi qolib ketdi. Pochkam to'la tuz, ikkita pochkamda, o'tqopim to'la qum edi, o'tira olmasdim, tiqilar edi. Qo'limda qaltirash bordi, Parkinson boshlangandi. Kechqurun ko'zim ko'rmasdi. Shapko'r degani shu ekan, kechqurun yosh bo'lsimni ko'chada yurganda chuqurchalarni, suvli joylarni ko'rmasdi ko'zim. Shenskiy tomonidan muammolarim ham yetarli edi, xronический sistitim bor. Sal qo'lim suvda tegsa, qo'zib qolib azob berardi. Onkologiyadan chiqqandan keyin u onkologiyada yotgan odam stress bilan chiqarkan, kuchli stress bilan kuni bilan mehmonlar kelar ketadi, chalg'iyman, kechasiga vahima bosadi. Yana qaytalab qolmaymanmi, o'lib qolmaymanmi, qo'llarim qotib ketmaydimi deb stressda yurardim har doim. Bir kuni qo'shnimizda Tianshina mahsulotlarni kichkinagina broshura kitobchasi bor ekan, shu qo'limga tushib qoldi. O'sha kitobchani o'qisam, hamma mahsulotlar tagida qo'llanishida onkologiyani oldini oladi, onkologiyani davolaydi deb yozilgan ekan. O'sha joyi menga yoqdi. Men biznes haqida, boshqa hech narsa haqida o'ylamadim. Keyin xo'jayinimga o'rtog'i ishlar ekan. Shuni topib keling, menga o'rgatsin, nima ekan bu. Men hamma mahsulotlar menga kerak ekan deb shu tinchlik kompaniyasiga borib qoldim. Bu 2007-yil dekabr oyida operatsiya bo'lgan bo'lsam, 2008-yil fevral oyida bo'lyapti endi bu voqealar. Bordim, tanishdim. Hamma mahsulotlarni ikkilanmasdan oldim. Endi mahsulot olishda endi juda tez bo'lmadi-ku. Yonimda onam turadi, qaynonam turadi. Ular hammasi qarshi, chunki qizlarim 4 ta qizim bo'y yetib turibdi. Endi biz dehqonmiz, bu mahsulotlarni olish uchun albatta katta mablag' kerak. Ichma, qo'y, qizlaringga sovchi kelsa, nimani pulini ishlatasan, mollaring sotib qo'ysang degan biz dehqonmizda. Xo'jayinim keyin yo'q, xotinim sog' bo'lsa bo'ldi. Agar biror narsa bo'lsa, ma'rakasiga ham shu pullar ketadi-ku, undan ko'p ketadi deb xo'jayinim, rahmat xo'jayinimga hamma mahsulotlar olib berdi. Даже o'sha paytda $300 bilan bitta nimaga olsa, $600 menga birdaniga mahsulot olib berdi. Ularni hammasini birin-ketin navbat bilan tozalovchi, to'ldiruvchi, tiklovchi hammasini joy-joyiga qo'yib ichdim. Keyin onkologiyaga Xalikan degan mahsulot juda katta yordam beradi deb o'qib qoldimda, uni ham olib ichdim. Uni ham olib berdi xo'jayinim. Xudoga shukr, ozgina muddatdan keyin o'ziga qildirdim. Yuragim top-toza, o'tqopim top-toza. O'zim kuch-quvvatga kirdim. Rosa yaxshi bo'lib qoldim. Keyin farzandlarimga ichkizdim, xo'jayinim ichdi. Bitta farzandimda inuriz bor edi, kechasiga har zamonda bo'lsa ham nima qilib qo'yardi, u yaxshi bo'ldi. Xo'jayinimning belida bez bor edi. Men turmushga chiqqanimdan beri o'sha bez turardi-da. Biz o'sha yerda yana bir natija oldik. Xo'jayinimda bez operatsiya davolaydi degani, xo'jayinim o'sha belidagi bez mahsulot ichib yurgan paytda bir kunlar qarasak qizarib qopti atrofi. Yana bir oradan vaqt o'tdi, qarasak u chiqarib qopti-da. O'sha bezni xo'jayinim qisib tashladi edi. Bitta katta nima bilan, marli bilan qisib ichidan faqat yog' chiqdi-da. Bez operatsiya o'sha bezi yo'q. Necha yillik bezni yo'q qildik biz. Shunaqa yaxshi natijalar oldik. Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling, tuzalib ketinglar.